Agar uylanish yoshiga yetgan bo'lsangiz, uylanmasdan oldin nimagadir erishish deyarli imkonsiz. Ha, ishonavering. Sizga aytilgan barcha narsalar deyarli hammasi yolg'on. Tana ongingizni aytganini qilmaydi. Tana o'z xohishlariga ergashib ketaveradi. Uni qancha qaytarsangiz ham befoyda. Oldin tanangiz xohishlarini qondiring, keyin nimagadir erishish ancha tez va ancha oson bo'ladi. Qorni och odamga ovqat berasanmi yoki oldin ishla keyin ovqat deysanmi? Bu xuddi shu narsaga o'xshaydi. Agar u ishlasa, ishi ham yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni agar u ochlik holatda ishlasa, ishi ham yaxshi bo'lmaydi, sog'lig'i ham yo'qolib boradi. Natijada ovqatga yetmasdan hushdan ketishi yoki vafot etishi ham mumkin. Shunga o'xshash, sen ham oldin tanang va nafsingni ustidan hukmron bo'l. Shunda toyilmaysan va chalg'imaysan. Buni yagona chorasi uylanish. Chunki jufting doim yoningda bo'lsa, musur qutilarga ahamiyat ham bermaysan. Haloliga intil va shu uchun harakat qil, bro. Videoga like bosishni, obuna yozishni va kommentariyaga o'z fikringizni bildirishni unutmang. Chunki keyingi videolar chiqishi shu like bosgan obunangiz yoki bildirgan fikrlaringizga bog'liq. Salomat bo'ling.